Doğrusa dersine başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz aldığımız saatlik dersimizde Ulumul Kur'an hakkında bir bölük qo'shimcha masala haqida to'xtalgandik. Buning uchun Ulumul Kur'an o'qiymiz. Ulumul Kur'an nimalarni o'z ichiga oladi? Buning ehtiyoji nima degandek masalalar uchun to'xtalgandik. Bugun darsning o'ziga kelamiz, savatdoshlar. Oldin qatim kitobning muqaddima qismini azroq tarjima qilib hammaning xabarida biroz o'qidik tarjimasini muqaddima qismidan. Endi bugun shu avvalan ta'rif ayn usul tafsir va bayan makanatihi va fadlihi degan yerni tatib boshlaymiz. Darsning mazmuniga kirishdan ilgari bir sahobalarni bir eslab o'taylik, Rasulullohni bir eslab o'taylik. Biz Ulumul Kur'an o'qish orqali sahobalar tushungan Qur'onni qanday shaklda tushunmoqchi, sahobalar qanday shaklda tushunadi degan bir savollar keladi. Ya'ni texmi aniqroq desam, ba'zida bizning oldimizga sahobalar Ulumul Kur'an o'qiganmi degandek bir savollar keladi. Sahobalar Ulumul Kur'an o'qiganmi degandek bir savollar keladi. Belki müminlerin kallısıga bu sual takılgan buluşu mümkün. Hem de sahabalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bille 23 yıllık hayatta bille yaşadı. Duç gelgen meselelerge bille duç geldi. Uçurgan kıyınçılıklarga bille yulaktı. Ondan başka bu yeni dinini kabul kılgandın ki bir ortam ularning kallasida nurg'un savollarni tug'diradi. Aning hukmi nimada, maning hukmi nimada? Biz burun butqa ibodat qilatdik, ani qilatdik, mani qilatdik. Bu yangi dinni qabul qilgandan keyin ma ahvol qandaydi? Inson burun nima deydi, nega mangadi? Kallasi savollar to'shaq endi. Balki biz buni tasroq tasavvur qilishimiz mumkin, chunki biz hamma bilan musulmon oilada tug'ilib Müslüman ailede çoğulab, Müslüman bulup yoğunab, bütün tefekkürümüz şu asas etilgen bu ağaçka pek o doğrusu oylanmayımız endi. Avazım pek normal emes mi ya normal mı? Bir sağlıktaşımız avazsel pestep şunlar yaptı. Eğer yukarılı şimdi sanmaz yok yukarılı ama biraz yukarıp geçişi mümkün. Havasel yukarılattım avazını. Aslında bu sorular gelişi mümkün. Biz hem de ben degandek Müslüman ailede çoğunluk Müslüman pete to'qilgandan keyin bizning kallimizda belki bunda savol bo'lmaydi. Ammo sahobalarning shu vaqtdagi holatini tasavvur qilsangiz, sahobalar o'zi amaliyot bilimizga Rasulullohga vahiy kelganga qadar sahobalar mushrik holatda yashagan. Din to'g'risida bir narsa yo'q qilishda. İlah degan nima xato tushunchalar bilan to'shqan kallasi. Oxirat nima, jannat nima, inson nerdan paydo bo'lgan, u haqda hech nima yo'q. Bizninkida bor lekin, chunki biz musulmon oilada tug'ildik, boyatdan degandek. Musulmon payda cho'ng oldik. Tasavvurimiz shu tasavvur bo'yicha yetillik bizniki. O'xshamaydi bizni. Ya'ni sahobalar shu vaqtda ashta bir kallasi so'ru ishorati, savol ishoratlari bilan to'shaq. Kur'an'nınki düşüş umumi ahvalıga nazar tashlasak, Kur'an bazıda bir mesele yüz berib şu meseledeki qiyinchiliklarni hal qilish, bir savollar tushib o'rtaga shu savollarga javob tepish yoki kalliga taqashgan yangi dinga kirgandan keyin savollarga javob berish, yo'l ko'rsatish qatorliq mushu masalalar mushu shaklda tushgan bo'lg'achqa va sahobalarning shu vaqtdagi umumiy ahvoli bunga tam hozir. Masalan, buni bir misol orqali tushuntirsam, texmo aniq bor.
Mesela bugün hem öyle yaşavatımız bir yerlerde hemdi. Bazımız Türkiye'de yaşavatımız, bazılarımız başka devlette yaşavatımız. Ne de yaşavatsak etrafımızda yüzdürüvatkan bir bilik ehvallar var. Yani biz yaşavatkan bir etraftaki muhit var. Tam biz hem de düşünümüz hem de. Bir muhit hakkında bir gap bulunsa, mesela bugün yüzdürüvatkan mesele hakkında bir gap bulunsa, biz muşu gapning içinde yaşavatkan boğaçka bunun nima to'g'riliq bo'layotgan gap, kim to'g'riliq bo'layotgan gap, oldi nima, keyin nima tamamen tushunamiz bunachi. Dal mushunga o'xshash sahobalarning o'z vaqtdagi vaziyati Qur'onning tushgan oyatlarini naq tushunadigan bir vaziyat shakllangan. Ya'ni chunki ular ash vaziyatda yashayotdi. Rasululloh bilan billah. Bular yangi dinga kirgan, Rasululloh kelgandan keyin yangidan masalalar yuz beryotdi, qiyinchiliklar tug'ilyotdi. Shu qiyinchilik oldida bor. Masalan, deylik, safar qilib ketayotib, suv topolmadi. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Hammalarning kallasida nima bo'ladi shu vaqtida? Suyuq yerda tahoratni qanday qilamiz? Dal shu vaqtning o'zida tayammum oyati tushdi. Darhol hech kim tushundirish ketmaydi. Shu Rasululloh sahobaning qishig'i chiqib, oyatlar o'qib bersa bo'ladi, tushundirmasa bo'ladi. Dushman taraf-tarafdan hujum qiladi. Musulmonlar bu boshqa hujum qilgan dushmanlarga qanday qarshi turamiz degan bir kallasga savol tug'iladi. Jihad oyati tushdi, ortiq tushundirish ketmaydi. Darhol tushunadi. Mana shuni aytamsizlarmi? Aisha radhiyallohu anhaga tuhmat chaplaydi. Munofiqlar buningga musulmonlar orasidagi bir bo'liklari agishib hahu deyishidi bu tuhmatga. Hammalarning nihoyat og'ir kunda qolgan bir ahvol. Chunki Rasulullohning oilasi, bu bir Rasulullohning izzash sharifi, bu ahvolning mohiyati, xarakteri qandaydir, rasmidi, yolg'onmidi, buning hukmi nimadi deydigan bir savollar tug'iladi. Dal shu vaqtda sura Nurda Aisha radhiyallohu anhani aqlab oyat tushdi. Shu vaqtdagi umumiy vaziyat buni jiddiy shaklda talab qilib turgan bo'lg'achqa hammasi darhol tushunadi. Endi biz oyatdan shaqqida yenib bugungi bizga kelaydi. Biz yashagan davr Rasulullohning davrimiz. Bugungi kunda yuzdirayotgan masalalar Rasulullohning davridagi masala emas. Qur'on bugun osmondan tushmaydi. Oldimizda ikki muqovning o'tirisida mushafda oldimizda nahba. Qur'onni o'qisak tushgan tartib bo'yicha emas. Qur'on boshqa ilmlik. Tushgan tartibi boshqa, bugungi Qur'ondagi ra'lanish tartibi boshqa. Endi biz Qur'onni tushunib boqaylik desak, bugungi vaziyatimiz boshqa bo'lg'achqa, Qur'onning tushgan vaqtdagi nima maqsadda tushdi, qaysi xil masalani hal qilib tushdi, nimalar iroda qilindi bilmaydigan bo'lg'achqa, shunlashqa biz Qur'oni Karimni sahobalarga o'xshash hech nima bo'lmasa tushunmaymiz. Mavludagi boshqa masala, buning oldida muhim masaladan birisi bor. U muhim masala o'smi sahobalar yashagan davrdagi sahobalar bilgan til va til uslubi, ifodalash shakllari tam sahobalar biladigan uslub. Ya'ni sahobalar mana shu vaqtda Qur'onning tilini tamoman tushunadi. Qur'on til uslublari orqali ifodalanmoqchi bo'lgan masalalar, ichiga yushirilgan ba'zi uchurlar demoqchi bo'lgan mesajlar sahobalar til nuqtasidan tamoman tushunadi. Demak, xulosasi sahobalardagi sap arab tili. Andakin sahobalar yashayotgan davrdagi sahobalar tushungan vaziyat, sahobalar yashayotgan davrdagi yuz bergan hodisa, sahobaning shu vaqtdagi qilishga kelgan savol belgisi, qatorliq mushu omillarning hammasi oyat, ko'pincha oyat, men mutlaq demadim. Ko'pincha oyat tushgan hamon sahobalar tushunolmaydigan bir holatga kelgan. Shunday bir holatni shakllantirgan. Endi bizcha biz tam farqli bir vaziyatda. Bizning qalbimizda sahobalarning qalbisiga gap yo'q. Bizning qalbimizda sahobalarning qalbisida bor gap yo'q. Bizning vaziyatimiz sahobalarning vaziyati emas. Biz tushungan ma'lumotlar sahobalar tushungan ma'lumotlar emas.
Onun üstüge Kur'an sahabalığa okşaş 23 yılda her hadisenin üstüge düşmeklik. Mabur noktak Allah'ın inik olsun. Her hadisenin üstüge düşmeklik. Aldığımızda 30 par Kur'an tuluk toplanıp hazırlanıp bulaqlıq sanatdaşlar. Bunda başka bizning düşünüşümüz sahabaның düşünüşüdün tamamen farklı. Anaz biz qanday qilamiz anda olsa Kur'an düşünüş üçün sahabalığa hech nima ketmaydi. Hatta Resulullah Kur'an'ni sahabalığa anda bir köp çöndürüp o'tmaydi. Şu ayet düşetdi o'qpaslan bo'ladi. Yani biz a şekilde farklı olmagan bu açqa. Onun üstüge ama biz Uygur'da da ağıldı yok bir narsa, bir ahval var. O olsun sap Arap dili. Kur'an'ın zadi inçki noktaları da Allah bizden nimi irade kıldı. Muşu ayetinin inçki ifadelenadigan noktaları qaysi? Muşu noktalarda bizde intayın kemçilik var. Mana muşu ahvallar tüpeyle biz Kur'an'ı düşünüş için sahabeler muhtaç olmagan bir büyük mesleğe ihtiyaçlar. Birinciden sahabeler var Arap dili, sap Arap dili bizde yok. İkinciden sahabalı yaşayan devrede biz yaşamadık. Sahabalı duş kelgen meselelere biz duş kelmedik. Sahabalının kalısı kelgen sualı şartı bizim kalımız diyor. Şu başka bir Kur'an'ı alsak sahabalıda düşünmezlikimiz yine. Sahabalıda düşünüşçün nemini bilişimiz gerek dese sahabalının devrede tefsir kandati. Hazır dostlarına çıkarılgan tablodaki neş'etu ilmi tefsir degeni şu. Bunu düşünüşümüz gerek. Sahabalı Kur'an düşünüşte qanda farklıq düşüncelerde bolğan. Bu qanda kengayip bugungi davrga kelgan. Bu tel ekrandagi tablodagi ixtilof al-mufassirin degan temi shu. Sahabalar Mekkeni merkez qilgan, Madinani merkez qilgan, Kufani merkez qilgan shaklda bir tafsir uslubi yaratgan. Abdullah ibn Abbas Mekkada, Abdullah ibn Mas'ud Kufada şu vaqtga hozir Iroqda, Ali radhiyallohu anhu bir tarafda mushtabir uslub yaratgan. Ubay ibn Mas'ud masalan. Lekin keyingi vaqtning o'tishiga ergashib sahabalardek lam tafsir qilmay Qur'onning bunda til ifodalash shakliga qarab turib tafsir qiladigan bir ahvol chiqariladi. Qur'onning arab tili nuqtasidan va har zamondagi yuz bergan masalalarga qarab Qur'ondan tushuncha oladigan bir yo'llar chiqariladi. Bu yo'ldan sahabalarning yo'li bilan Qur'on tafsir qilish, tafsir bil ma'sum va yoki tafsir bil ijtihodki mufassir o'z davridagi ahvollarga qarab Qur'onning ifodalash til usullariga qarab Qur'on tafsir qilish bu shakllangan bu tablodagi turuqut tafsir degani shu. Va bu xil tafsir qilishning yo'llarini ulamolar bizga tafsirni manda qilsa, ma'ishlarga diqqat qilsa, ma'ishlarni manda oladi deb ko'rsatib qo'ygan bir uslublar va bu manhajit tafsiri shu. Bayatdan Qur'onni arab til nuqtasini tafsir qilishda i'robul Qur'on, g'aribul Qur'on, al-vujuh va nazairlar shu. Va undan boshqa savobdoshlar mufassir hozirlashga tegishli bir muncha qoidalar va qavoid muhimmal mufassir shu. Va biz o'rnak yuzidan bir nechta tafsirni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Sha'raviy qanday tafsir qildi? Sayyid Qutb Qur'onni qanday tafsir qildi? Ibn Kasirning uslubi nima, Tabariyning uslubi nima? Bularni ko'rishimiz mumkin. Ahammul muallafat bu kitobimizdagi oxirgi mazmun shu. Ya'ni bizning umumiy ahvolimiz mayli Qur'onning tilolgan arab tili nuqtasidan yoki sahobalar yashagan sharoit bilan bizning hozir yashayotgan sharoitimiz, sahobalar o'z vaqtida duch kelgan masalalar, Qur'on tushgan vaziyatning umumiy ahvolidagi sahobalarning tushunchasi va sahobalar yangi dinga kirgandan keyin kallasida paydo bo'lgan ba'zi savollar, shu nuqtalarning hammasida biz sahobalarning farqli qo'yg'achqa biz sahobalar o'qimagan narsani o'qishga ehtiyojli Qur'onni tushunish uchun. Sahabalar şu yerda Arab bo'lib, sahoba bo'lib, shu zamonning o'zida yashaganligining o'zi yetarli. Ammo bizga unday emas. Biz biroz kengroq, jiqroq narsaga ehtiyojimiz bor, bir arab tiliga ehtiyojimiz bor. Hammanglar maşallah arab tilini ma'lum darajaga olganlar. Tafsirini tushungudek, tadqiq qilsanglar, izlansanglar, izlanalgudek bir holatga yetdinglar. Endi shu vaqtdagi umumiy Qur'on tushunish ahvollaridan xabar tepishga ehtiyojimiz var. Şoňlaşqa biz bu dersni o'qiymiz. Belki bir necha vaqt zamonimizni elishi mumkin. Madam Qur'onni voyaga yetkazib,
Allah bizden irade kılgan şekilde düşünelirsek biz ötküzgen vaktimiz, sarf kılgan küçümüz, iktisadımız hemmelime erziydi. Biz şunun için ulumul Kur'an okuyumuz arkadaşlar. Bu bizden ulumul Kur'an okuşunu tanışımızın ki bir sebebi. Eğer bu hakta bir suallarınla olup kalsa, hazırlap soru alsanlar, ben sual ba'da kırsanlar sizlerden mikirmanda hiçbirine. Evvelen tarif ilmi usulü tefsir ve bayanu mekanetihi ve fadlihi. Birinci, adeti köpünç vaxtta birincini el-evvel, el-thani, el-thalisa ifadesi buludu. Yani evvelen, saniyen, thalithen degen şekilde ifadesi buludu. Birinciden biz kitabını bir neçe tema böldük ama 11 tema etrafında. Şunun birincisi ilmi usulü tefsir. Usulü tefsir peninin tonuşturuluşu ve onun ornunun bayanı, ornu degeni derecesi, mertebesi ve onun pezileti, yani kancılık, ehemmiyetlik derecesi. Elif, tahrifuhu. Bunun tonuşturuluşu, bu pennin, bu maddenin tonuşturuluşu. Usul söz yıldızıdın hep etqa vaqtda, loğat degeni sözünün asli yıldızıdın hep etqa vaqtda aslı degen sözünün köplüki bulup bu loğatda başqalar onunğa muhtaç bulduğan o özünün gayriga muhtaç bulmaydigan narsadan ibaret. Biz aldığın katımlık dersinde ben ayrım tabloğu çıkarıp aslı degen sözünün ki ma'nasının nima ekanligini sizlarga tafsili deb bergan. Ya'ni bizning Uyg'ur tilidagi bir narsaning yildizi degandek ma'noda yo'q. Ya'ni bir narsaning tegi. Masalan bir uy nimaga tayinib, nimaga tirilib turadi? Yildizga tayinib turadi. Masalan, mening dunyoga mavjud bo'lishim uchun bir dadam bo'lish kerak. Dadam mening aslim. Uyning ostidagi vuli Öyünün əsli oludu. Dərəxtinin yıldızı, dərəxtinin əsli oludu. Çünki dərəxt şu yıldızğa ehtiyaclar, öy vulğa ehtiyaclar. Muşdan oxşaşdı. Loğa cəhətdəki mənası. Biz ilgili saatdə 4 xil loğat mənasını bayan ötken isimdə. Şəria, bunun şəriətdəki mənası, şəriətdəki mənası deyən gəp, biz növbətdəki dərsimizdə qollunulduğan məna, qollunulduğan məna növbətdəki dərs qollunulduğan məna yubna alayhi gayruhu başqalar onunğa asaslanıdığan amma o başqalarga özünün gayriga asaslanmaydigan har qanday bir narsa aslı olur. Biz ilgirki saatlik dersimizdə aslınınki 8 xil ma'nisiga o'rnak ko'rsatdik. U faqat 8 xil deganlik emasmi? Uning dinjiq ma'nosi bor. Ammo faqat o'rnak shaklida 8 xil ma'noni ko'rsatdik. Agar xohlasanglar, echib qaytib ko'rsatsam bo'ladi. Masalan, biz bu yerda 8 xil ma'nosini ko'rsatdik. Al-mustashaf, al-rajih, al-qoida, al-muqas alay masalan, dalil, as-sanad, an-nasab degandek. Bularning hammasi nima asosda qo'llanilgan ma'no desanglar, bayat degandek yildiz, hul, asos, boshqalar uningga tayinadigan, u boshqalar tayinmaydigan degan mushu ma'noni asos qilib turib qo'llanilgan ma'nolar. Ya'ni saboqdoshlar kallamni beklar mushu dars o'qish jarayonida mening mushu o'quvchilarga bek tavsiya qildig'im ham o'quvchilardan ko'rgan bir xatoliqim. Ko'pincha narsalarni tushunishda kitobdagi o'qimga favqulodda esiladi. Ameliyatda kitobni unutib ketib o'quvchi o'zi o'ylab baqsin bo'ladi. Mana o'zini erkin qo'yib o'tib, zot bir narsaning asliga nima desa, bir narsaning asli shu narsaning burun holati, hozir holatga kelishiga turtki bo'lgan narsa. Masalan deylik, aynak qumdan yasaladi. Undan aynakning asli nima? Qum. Agar dunyoda qum bo'lmasa, aynak yasalmaydi. Qog'oz desak, qog'ozning asli yog'och. Yog'och bo'lmasa qog'oz yasalmaydi. Asli, ya'ni qog'oz bo'lish uchun nimaga ehtiyojli? Yog'och. Mushu nuqta bo'yicha kallangni o'rnatib olsanglar, har qanday yerda kelib qolsa, har qanday ma'noda qo'llanilib qolsa, shu asosda tushunib ketalaysizlar.
Bu asli degan so'zning ma'nosi bo'ladi. Endi usulul tafsir olg'achqa shu yerga kelyaptik. Tafsir degan kelsak, at-tafsir lug'atan so'zning asli ma'nosidagi tafsir deganning ma'nosi, lug'atan degan so'zning asli yildagi tafsirning ma'nosi. Kelsak, til ulamolari at-tafsir degan so'z haqida bir qancha xil ko'z qarash, ixtilafa degani xilma-xil ko'z qarashga keldi. Xilma-xil ko'z qarashda dilindagini ma'lum bir fikr endi bu qarashlar ichidagi bir fikr. Bu al-fasr degan masdardan turinib chiqqan taf'il babidagi so'z deydi. Men oldingi soatim deb o'tgan fasara yafsuru yoki fasara yafsiru ikki bab. Fa'ala yaf'ilu babi, fa'ala yaf'ulu babi. Qaysi babdan chiqarsa bo'ladi buning dalili ikki xil ko'z qarash bor. Shuningdek fa'ala babida tafsir chiqarilgan. Tamam, bunga qoyilmayli. Ana o'zi fasr deganning ma'nosi nima? Deyilsa, fasrning ma'nosi shu ibana va kashful murad anil labzil mushkil yoki mushkil. Men oshkorlash, ibana oshkorlash ma'nosida. Kashful murad anil labzil mushkil degani ma'nosini tushunmak qiyin bo'lgan so'zdan maqsadni echish. Hamma bilasizlar bayonda bir so'z bor. Bayon bana yabinudan chiqqan masdar. İbana şu bananınki af'ala shakli abana yubinu. Hamma bilasizlar taloqi bayonda bir taloq var ya, bir narsani butunlay oydinlashtirib o'tirini echvassa bayon bo'ladi. Arab tilida bayon degan bir narsani ro'shan ifodalamak degan ma'noda. İbana mu bir narsani oydinlashtirmoq, ochiqlashtirmoq degan ma'noda. Masalan, shu fasara degan so'zning tafsir shakli Qur'oni Karimda manda shaklda qo'llanilgan savatdoshlar. Va la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq va ahsana tafsira. Oyatni tarjima qilishdan oldida bir voqelikni bayon qilsak, mushriklar bundan so'rab, ahli kitoblardan so'rab yoki o'zi o'ylab, Rasululloh har doim bir savollarni ko'tarib keladi. Ma'uqanda deb. Allah tarafidan bunun güzel cevaplar vahiy orqali berildi. Shuning bilan har qatim shunday bo'latamdi. Bu jilolab oxirisi nima deydi desanglar, nimda bu Qur'on kunda tushirib bor. Qachon bir gap so'rsak, aytsa Qur'ondan bir tushirdi, aytsa oyatdan bir tushirdi. Ey, biroqlam akamimsa u Qur'onni biroqlam deydi. Buning Qur'ondan deydi javoban va la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq. Ular sana qanday bir misol kelsa, qanday bir savol kelsa, biz sana haqiqatni birimiz etkilimiz yani ve en güzel düşünce bayanını yani ki ahsana tefsir bayatın degenimizde güzel düşünce güzel bayan güzel ifade degen ma'nosida yani tefsirler degen ma'noda yani biz bu yerda tefsirning lug'at ma'nosini tushunamiz ya bu ulamolarning o'tirdagi birinchi tushunch tefsir haqidagi ikkinchi xil ko'z qarashga kelaylik savatdoshlar ikkinchi xil ko'z qarashda vaqil bu haqda deyilindiki huwa maqlub min safara. Ülgü saatte bu to'g'risida bir narsa deganmiz. Odatda arab tilida ishtiqoq 3 xil ishtiqoq bor. Ishtiqoq sag'ir, ishtiqoq kabir, ishtiqoq akbar. Ishtiqoq sag'ir deganimiz normal masdarning o'ziga o'xshash pilga turlanishi. Masalan, darbun bir masdar bor, daraba yadribu. Ishtiqoq sag'ir. İştiqaqı kabir deganimiz harflarning olmishib ishtiqoq qilinishi. Jazabadan jabaza chiqqandek. Jalabadan jabala chiqqandek masalan. İştiqaqı akbar deganimiz harflarning o'zgarib ishtiqoq qilinishi. Masalan, nahiqa ot eshaklarningki bunda ovoz chiqarib hangirish deymiz ya. Buni na'iqa hana aynıga o'zgartib na'iqa deb ishtiqoqlaydi. Bu ishtiqoq akbar. Mayada demakchi o'g'ini ikkinchi qiloxunning demakchi o'g'ini shuki, tafsir degan so'z ishtiqoqi kabir yani. Harfning o'rni olinmishib ishtiqoq qilingan deydi. Aslisi safara. Endi safaraga boraylik. Safaraning ma'nosi lug'atda nima desanglar, buning ma'nosi o'xshash bayatga o'xshash uchuq oshkorlash degan ma'noda. Masalan, safaratul mar'atu sufura deb qo'yadi. Ayol kishi iza alqat khimaraha an wajhiha. Yüzden yağlıqında elivassa. Adatda yüz uçuq ayollarni hiya safira deb qo'ydi. Uçuq ayol deb qo'ydi.
Tang asımı esfara es-subhu deb qo'ydi. Tang atdi, nurudi, uchuqlashdi, aydınlash degan ma'noda. Bu safarani fasara qilgandan keyin buni taf'il bobiga asosan qurib chiqdi. Qurib chiqdi degan gap fe'lning siyg'asini shu shaklga keltirdi. Fa'alani fa'ala bobidan. Bilasizlar, fa'ala bobiga o'zgarish uchun bir qancha xil ma'no bor. Bu ma'nolarning ichidan birisi at-taksirin. Ko'plik ma'nosini ifodalaydi. Balki men bunga o'quvliq salb babida bayon qiladi buni. Arab tilidagi sulasi mazid babi, masalan, sulasi mujarraddan sulasi mazid babiga o'tadi ya. Fa'ala af'ala bo'ladi. Fa'ala fa'ala bo'ladi. Fa'ala fa'ala bo'ladi. Bunun o'zgarishda bir necha xil ma'no. Masalan, af'ala babiga o'zgarish 12 xilga yaqin ma'no bor. Şu ma'nolarning birisi fa'ala babining taksir ma'nosi. Ya'ni fasara ochdi, ochiqladi, oydinlashdi degan ma'no bo'lib qolsa, fa'ala babiga o'zgarsa, masalani tubdan bayon qilgan, ro'shan, to'liq echib o'tgan, hech qanday tushuniksiz masala qolmagan degan ma'noda qarindoshlar. Bu ikkinchi xil tushuncha. وقال الراغب الأصفهاني راغب أصفهاني مش علوم القرآن sahasındaki danlıq kişilerden birisi. İsa'nın tutuyorlar bunda okup bitip ketmem ismini. Bu adam bundan keyin sizlerge ulumul Kur'an'da davamlı okuyumuz, tefsirlerden şoğulumuz da kalsanlar ayrılalmaydıgan isimlerden birisi. Bu adam deydi gapni xulosalab, meyli el-fasrudan chiqsin. Meyli ve seferden çıksın. El-fasru ve sefer yetaqarabu ma'nahuma. Ketaqarabu labzayhima. Ma ikkisinin ma'nosi bir-biriga yaqin, xuddi labzi yaqin bo'lganga o'xshash deb bo'lib, lekin farqi, biroq ju'ila al-fasru. Fasru degan so'z aqliy ma'nolarni oydinlashtirish uchun, ochiqlash uchun fasara qo'llaniladi va ju'ila as-safru. Safara degan so'z ko'zga aniq ko'rinadigan ayni narsalarni oshkorlash uchun. A'yon degan gap buni tutquladigan hissiy narsa degan gap. Masalan, ma qog'oz ayn. Ma kitob ayn. Men ko'rib turayotgan men adam ayn. Ma kenimdagi tom ayn. Ma'u bunda aniq ko'z bilan ko'rgili qo'lda tutiladigan ayn narsani arabchada ayn deydi. Ya'ni moddiy desanglar bo'ladi, hissiy desanglar bo'ladi. Yani fasara bilan safara'nın ma'nosi yaqin, lekin ishlatilish ahvolida farq bor. Fasara bunda ma'naviy narsalarni oydinlashtirish, ifodalash, masalan, paloni do't, paloni aqlliq desa, bir odamning do'tligi, aqlliqligi bu moddiy narsa emas, hissiy narsa emas. Buni kallimiz orqali tushunamiz. Ha, bu gapni shuncha gap qilsam tushunmaydi, do'tku ekan juma bu. Madam yomon zirakkan, gapning uchi chiqib bo'lguncha qanaqa qoldi bu zirak aqlliqga, bu ma'naviy hukm, aqliy hukmlar. Ma oldimda kitob bor. Bu kitob ayniy hukmlar. Fasara aqliy hukmlarni oydinlashtirish uchun keladi. Safara moddiy hukmlarni, hissiy narsalarni oydinlashtirish uchun keladi, ammo ma'nosi bor. Deb ma shaklda xulosaladi Ar-Raghib al-Asfahani. Faqil ma'vandi Aşu Raghib Asfahani'ninki aydınlaştırılan mazmunga asasen farqli bir misal. Raghib Asfahani fasarani madinasiga, ma'nunasiga, safarani madinasiga dedi ya. Bunun asasen safaratul mar'u an wajhiha. Ayol kishi o'zining yuzini qana qildi, ochdi. Asfaratus subhu tam atma ikkisidagi hissiy hukm. Şu başka bir yerden nima ishlatilgan? Safara ishlatilgan. Endi gapning mazmunini o'qitmoqchi bo'lsak, buni bo'ladi fasara bo'ladi. Shu başka tafsir fasaradan chiqqan o ma'naviy, aqliy hukmlarni oydinlashtirish uchun deb mana shaklda xulosaladi Ar-Raghib al-Asfahani. Yuqoridagi tafsirninki lug'at ma'nosi deb qaralsa saboqdoshlar, endi keldik tafsirninki nima ma'nosiga? Istiloh ma'nosiga. Istiloh ma'nosini biz tafsir o'qimoqchi, usulul tafsir o'qimoqchi bo'lgan vaqtdagi tafsir degan nima ma'no demakchi. Va tafsir istilohan, istiloh nuqtadan tafsir deganimiz ilmon, bir fan. Ilm odatda arabchada ilm deymiz-ku, bir fan degan gap, ya'ni bir modda, bir fan bo'lib, shu fan orqali Allah o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga
tushirilgan Allohning kitobi tushuniladi. Ining bilan tushuniladigan va uning o'sha kitobning ma'nisining bayoni va uning ahkomlari va uning hikmatlari uning bilan tushuniladigan fan tafsirladi. Ya'ni endi magapni unutib ketib, sizlar o'ylab boqinglar, tafsir degan nima? Qur'on tafsir qilingan narsa. Shu fan. Ano'g'ani shu gapning uyg'urchasi shu egizdan chiqyapti shu. Qur'on degan nima? Alloh o'zining payg'ambari Muhammad alayhisolamga tushirgan kitob. Bu kitobning ma'nisining, hukmlarining, hikmatlarini qanday shaklda tushunamiz, buni bizga o'rgatadigan fanning birida tafsir. Qay tarjima qilib tafsir deganimiz istilohan Allohning payg'ambari Muhammad alayhisolamga tushirilgan kitobi va shu kitobning ma'nilarining bayoni va u kitobning ahkomlarini chiqarish va u kitobning hikmatlarini chiqarish shuning orqali tushuniladigan fan tafsirladi. Mencha tushunish bo'ldi deb o'ylayman. Bir diqqat qilgan nuqtadan birisi bor. Bu yerda ahkom va hikam deb chiqsa, bu ahkom hukmning ko'pligi, hikam hikmatning ko'pligi. Shunlashqa ahkomni hukmlar deb tarjima qilamiz, hikamni hikmatlar deb tarjima qilamiz. Mushu kallamada bo'lsin. Va qala Abu Hayyan mufassir, danliq mufassirlarning birisi, ham grammatika nahviy sohasida danliq kishilarning birisi, tafsir sohasida davomli oldimizga o'xshaydigan. Bu odam tushuntirib nima deydi desanglar, ba'zi kitoblarda mush odamning mushu tushunchisini asos qiladi. Hozir maktab Abu Hayyan dedi. Ba'zi ulumul Qur'on kitoblarida mushu ta'rifatni asos ta'rifat o'rnida qo'llanildi. Deydi-ki bu odam Abu Hayyan deydi, tafsir deganimiz shundoq bir fan bo'lib, bu fanda tafsir deganimiz shundoq bir fan bo'lib, bu fanda Qur'on alfozlarining talaffuzining qandoqligi va u alfozlarning mazmunlari va u alfoz so'zlarningki yakka holatidagi va birikma holatidagi ahkomlari va birikma holatida shuningga qartiladigan, yuklanadigan ma'nisi haqida bahs qilinadigan yubhasu fanni nima deymiz? Tafsir deymiz. Mencha asta sizib qilib berdim. Men tushundimmi? Shundan so'ng tezroq yana bir qitim qilib beray. Tafsir deganimiz Qur'onning alfozlarining talaffuzining qandoqligi va u alfozlarning mazmunlari va u alfozlarning yakki birikma ahkomlari va shu birikma holatida shuningga hamla qilinadigan ma'nilari bahs qilinadigan fanni va tatimmat lizalik degan shularningki to'liqlamalari bahs qilinadigan fanni biz nima deymiz? Tafsir deymiz. Ma'noda tushunishlik birga. Yuqorida ilmon yufhamu bihi kitobulloh taala al-munazzal deb tafsir qildi kitobning o'zi. Tushundirdi tafsirini. Abu Hayyan mana shaklda tushundirdi. İkilisi intayin güzel tushunchalar, ammo Uyg'urcha biz tushunadigan shaklda kitobni yopib o'tib, hozir ekrannikini kallamizdan chiqarib o'tib, ko'zimizni yumib turib, o'zimiz bir o'ylab boqaylik. Tafsir degan nima saboqdoshlar desa, shu Alloh Muhammad alayhisolamga tushirgan bir kitob bor-da Qur'onda. Shu Qur'onningki ma'no, mazmunlarini, hukmlarini, masalan, so'zlarining inchki nuqtalaridan tortib hammasini bizga tushuntirib turadigan fanni, shu munosabatlik fanni tafsir deymiz. Ne munosabatlik bo'lsa, shuni bizga tushuntirib bersa, tafsir deymiz. Demak, tafsir haqidagi tushunchamiz mencha bu qadar yetadi deb o'ylayman. Undan keyin biz tafsirlarga baqqanimizda Qur'onning tafsiri degan so'z ikki xil shaklda qo'llanganligini ko'rib olamiz. Birisi at-tafsir degan shaklda, yana birisi at-ta'wil degan shaklda. Aldı bilan mazmunga kirmasdan sizlarga davolay. Siz kitoblarda tafsir ta'villar ko'rsangiz, tafsir kitobda qolgan kitoblarda emas, boshqa kitoblarda boshqa ma'noda keldi. Tafsir kitoblarda tafsir va ta'vil deb ikki so'zni ko'rsangiz, tamoman o'xshash deb ishlatsangiz bo'ladi. Aldı bilan sizlarga deb qo'ying. Bu ikkining bet cho'ng farqi yo'q. Ammo ulamolar, olimlar tuanda ancha-muncha farqlantiradi. Buni ko'rib o'tamiz, lekin sizlarga tavsiyam tafsir, ta'vil asosan o'xshash.
Çoğun farkı yok. Xususan ben şunda qarayman xususan. Kilayli ta'vil degan asli so'zning lapsiligi yiltiz ma'nosida, lug'atan degani so'zning asli ma'nosida avlidan chiqqan. Avli degan nima degan gap? Asli holatiga qaytish degan gap. Masalan biz ikkolan bilan gap talashib qoldik-ku. Gapimizdan ayrib chiqmadi. O undaydi, bu bunday. Men deyman bunga. Voy ag'inam, biz bu ishni talashib oyoqqa chiqarib bo'lamiz. Eng yaxshisi. Ay gapning 5 bir qaytmaydimi? Gap nerdan boshlangan-da? Sen nim deganting, men nim deganting deyman ya. Ash gapning asli 5i, ishning asli 5i avluldi. Masalan bir narsa yozdim chiroyli qog'ozda. Voy nima chiroyli yozdim buni? Asli qandoq desa, qog'ozni asli holatga akilib, yozgan qonchaqlarimni asli holatga olib olsam, avluldi. Shunga ta'vil qildi deydi. Gapning asli mazmuniga olib ta'vil degan ma'noda keldi. Shunga davatında avvalal kalam deb qo'llanildi arab tilida va ta'avvalal kalam deb qo'llanildi. Arabcha gap ham ma'nosi. Bizning uyg'ur tilida ta'vil qildi deymiz. Ma'nosi ishning tigiga apadi, dabbarani gap eng oxirgi nuqtasiga apadi va qaddarahu ishning asli qandaqligini birdan bir mo'ljalab chiqdi degan ma'noda. Undan boshqa avvala, ta'avvala degan so'z fassara ma'nosida ham qanday keladi. Agar bu so'zlarning lug'at ma'nosini o'qimoqchi bo'lsanglar, ostida nimani bilib turibmi bu yerda? Iholisini bilib tur, lisonul arabga qarasanglar bo'ladi, qomusul muhit qarasanglar bo'ladi. Cho'ng qomuslar qarab baqsanglar, so'zning asli ma'nosini qanday ekanligini bilib olasizlar. Bu yuqoridagi ta'vilning lug'at ma'nosi bo'ldi savoqdoshlar. Endi biz ta'vilningki mufassirlarning qo'llanishida qanday ma'nosi borligini qarab boqaylik. Ta'vil fi istilah al-mufassirin. Mufassirlarning istilahidagi ta'vil haqida ixtilof bor. Mufassirlarningki istilahidagi tafsir haqida nima ixtilof bor. Bu tarjimaga diqqat qilinglar. Va ta'vil fi istilah al-mufassirin. Mufassirlarning istilah qo'llanish degan ma'noda qo'llanishidagi ta'vil haqida fihi nima ixtilof bor. Ixtilof degandan keyin bir bilik undaydi, bir bilik bunday deymiz ya. Davot duaptur. Faqalat ta'ifatun. Bir bilik ulamolar davotida tafsir va ta'vil ikkisi ma'nodosh. Buni o'qisa bak oson savodoshlar. Bo'ldi tugudi ekan. Tafsir bilan ta'vil ma'nosi o'xshash gap tugudi ya. Bu qadar qulay. Buning dalili sifatida Abu Abbas Ahmad ibn Yahya Sa'lab nada Suyuti buni itqon degan kitobda naql qilgan bu jumlani. Nima deydi desanglar? Ta'vil, ma'no, tafsir, 3 so'z hammasi bir ma'noda. Bir ma'no degani ta'vilul ayat degani oyatning tafsiri. Ma'nan oyat shu oyatning ma'nosi, tafsirul oyat shu oyatning ma'nosi o'xshash davotida. Hech qanday farqi yo'q davotida. Ma'vo farqi yo'q deganlarning dalili. Undan boshqa Suyuti bu sohadagi danglik bir kishi bu gapni Abi Ubayd va bir bilik kishilarga nisbat beradi. Mushu ma'nining qatorindagini ta'vil degan so'zning tafsir ma'nosida qo'llangan jumladan Rasulullahninki kim qilgan duosi Ibn Abbas radhiyallohu anhu qilgan bir duosi bor. U duosini qaysi? Allohumma faqihhu fid-din, allimhu ta'vil. Ey Alloh, Ibn Abbasni dinda olim qilsa va uningga tafsirni o'rgatsinlar. Balki ta'vil tafsir ma'nosi chunki Ibn Abbas radhiyallohu anhu tarjumonul Qur'on deb nom oldi. Ummatning ichidagi tafsirni eng obdan biladigan kishining birisi. Undan boshqa Ibn Abbas radhiyallohu anhu o'zini sifatlab ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Men Qur'onning tafsirini biladigan kishilarga mush gapga qaragan vaqtdimi ham tafsir ta'vil ma'nosida. Undan boshqa Mujohidning bir so'zi bor. Mujohid shu Abu Ubaydning shogirdi, Madina mufassir ulamolarining birisi. Davotida Ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu degandagi ta'wilahu degan gap, ya'ni Qur'on degan gap, Qur'onning tafsirini biladi degan gap deb bo'lib, bu yerda Ibn Jarir at-Tabariyning tafsirida ma gapni naql qildi. Bir gapni deb qo'yamiz savoqdoshlar. Ta'vil degan so'zni eng ko'p qo'llanilgan mufassir Tabariy. Tabarining ismi ta'vil ayil Qur'on. Mashakilda qo'llanilgan bu odam.
Yani Kur'an'ның ayetlerinin tefsiride. Anlakin Tabari kitapның içidir mi? Tefsirinin içidir mi? Ma ayetning tefsiri yoki tefsir ulamoları demekçi olsa eşyaga at-ta'vil degan so'zni ishlatadi. Masalan, İmam Tabari davomli qanday qilib desanglar, Allohning tuvandagi so'zining tefsiri haqidagi so'z deb tefsirining o'rniga ta'vil so'zni ishlatadi. Undan boshqa bu oyatda tefsir ahli mundaq ixtiloflashdi degan yerdami? Tefsir degan yerda nima ishlatadi? Ta'vil ishlatadi. Demak, Ibn Jarir al-Tabarininki butun tefsiridagi ta'vil degan so'zdagi maqsad bu yerda tefsir. Yuqoriqilarning hammasi tefsir bilan ta'vilninki ma'nosiningki bir ekanligining dalili sifatida bayon qilindi. Biz bayatni dedik ya, tefsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farqda bir fikr, ulamoning bir fikri ma'nosi o'xshash. Hozir qadar shuni gibi qilib kelyapmiz. Yana bir bo'lib ulamolar yo'q, ma'nosi o'xshamaydi. Va qalat toifa, yani bir bo'lib kishilar da'vatidi, inna bayna at-tafsir va at-ta'wil farqan. Tefsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor deb kelib, mushu farqdimi o'xshamay qoldi buning fikri. Bu farq qanday farq desa, xilma-xil fikr bor yana. Anglab boqaylik, birdan kelaylik. Ulamolarning ichidan, faminhum degani ulamolarning ichidan men yara mundaq qaraydiganlar bor. Qanday qaraydiganlari? Ixtilof, o'xshamaslik, amxaslikda. Qanday amxaslikda? Faqala ba'dhum, ba'zilar deydi, tefsir ta'vildan am. Rag'ibul Asfahani deydi, tefsir ta'vildan am. Tefsirning qo'llanish doirasi ko'p. Va aktharu istimalihi, buning qo'llanadigan o'rinning ko'pinchisi so'zlar haqida qo'llanildi. So'zning yakki mufradatlari haqida so'zlanildi. Ammo ta'vilning qo'llanadigan o'rinning ko'pinchisi ma'no va jumla haqida qo'llanildi. Xuddi tushki ta'bir berganga o'xshash deb mana shaklda farqlantirildi. Ya'ni ta'vilninki qo'llanadigan o'rinning ko'pinchisi ilohiy kitoblar. Tefsir uchun tefsir ilohiy kitoblarda qo'llanildi, boshqa yerdami ham qo'llanildi deb mana shaklda farqlanadi sanoqlashlar. Farqini bilib qo'ysak bo'ladi. Men sizlarni o'chirib o'tay. Faqat sizlarga nima shaklda nima qilay. Tur bo'yicha ayirib bir sizib beray. Hozir ikki farq chiqib kelmaydi. Mush farqni inshaalloh. Birinchi farq tefsir ta'vildan ammo bir farq. Asfahanining gapidan bu farqning dalili chiqadi. Bo'lganda mayag'icha bir. İkinci farq bunun qo'llanish o'rnidagi farqi. Mayag'icha bir, mayag'icha bir. Mal ikkinchi farq. Uchinchi farq mayag'icha bir ilohiy kitoblarda qo'llanildi. Ammo tefsir ilohiy kitob va ilohiy kitobning g'ayri qo'lmayag'icha bir farq. Hisobda mushu abzasning ichidan 3 farq birisining o'rtasidagi chiqyotdi qarindoshlar. Davomlashtiraylik. Mavu tefsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor deganlarning orasidagi birinchi farq. Ikkinchi farq va qala ba'duhum ulamoning ba'zi shunday deydi. Ta'vil tefsir qaraganda am. Bayatın tefsiri am degan tuya, endi ta'vilni am. Nimishqa ta'vil degan kalamdimi, mang'idi, mang'alliq uchun. Uning g'ayrimi. Degani bayatman misol olgan vaqtda ta'vilni tushuntirib. Bir ishni tigiga yetkazish degan emasmi? Gapni tekka yetkazish olsa ta'vil, ishni tekka yetkazish olsa ta'vil. Demak, ta'vil so'zni ishlatiladi ekan, ishlarni ishlatiladi ekan. Bu bir. Ammo tafsirchi desa, so'z bilan bo'ladi, boshqa bo'lmaydi deydi. Masalan, deyiladi degan gap, mundaq gap bor. Ma gapning ta'vili mundaq deyiladi. Ma ishning ta'vili mundaq deyiladi. Ya'ni oxir ko'rinishi, tam maqsadi, tigi degan ma'noda tafsirning aksicha. Bixilaf tafsirning tafsirning aksicha. Tafsirni faqat kalam jumla va uning mazmuniga ishlatiladi. Ma gapning tafsiri mundaq deyiladi. Ma ishning tafsiri mundaq deyiladi, lekin mana hukmning tafsiri mundaq deyiladi, lekin ishning tafsiri mundaq deyilmaydi. Bu bir. Endi qayta ustiga qaytaydi. Yani shunga bir aralashib tegishlik mazmun bor.
Biz bayatdan tafsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor degan fikrga kelgan tuqamiz sanoqdoshlar. Bu yerda farq bor deguchilarmi bir nechaga bo'lingan. Buning birinchisi bu. Bu birinchining ichida ikki fikr bor. Birinchi fikr tafsirni nima deydi? Am deydi. İkinci fikir ta'vilni am deydi. Bu ikkinchisi ma birinchi turninki tarmoqi. Ko'rdingizmi arkadaşlar? Tafsir bilan ta'vilni o'tirdi farq bor deyapmiz. Farq qanday farq desa, am xoslik farqi. Bu birinchisi. Bu birinchining ichida ikki tur bor. Alif tafsir am. Aslan qarasanglar ba ta'vil am. Tushundingizmi? Bu faqat birinchisi, endi ikkinchisi keldi. Men ikkinchisiga qaraman. Cho'ng farqning ikkinchisi. Bayatdanga cho'ng farqning birinchisi, bu birinchisining ichida ikki tur bor. Bir ikki. Ammo ikkinchisi keldi, ha? Ikkinchisi. Va minhum ulamoning ichida tafsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farq, ixtilof degan farq, zidlik degan gap, bir-biriga ma'ni jihatda o'xshamaydigan farq bor deb bo'lib, bular endi yana ixtiloflashdi. Undaganda ikkinchisining nechta tarmoqqa qarab boqaylik. Birinchisining ikki tarmoq bor ekan, bu ikkinchisining tunda bir nechta tarmoq bor. Birinchidan bu ikkinchisiningki birinchi tarmoq, ha? Bakilayli, yoki birda bezib qo'yay. İkincisining birinchi tarmoqi. Deyildi ba'zi ulamolar tarafidan tafsir Allohning murodi mandog' deb kesib aytish. Ta'vil bo'lsa ehtimolliq ma'nolarning birini tarjih qilish kesmasdan. Bu Imom Maturidining so'zi. Bu ikkinchi cho'ng tarmoqningki birinchisi. İkincisi mana bu. Bunu biz ikincisi deb turaylik, değil mi ega? Ulamoning ichidan va minhum man qal mundaq deganlar bor. Tafsir degan ma yata'allaqu bir-rivoya. Tafsir bil ma'surni ko'rsatadi. Tafsirni rivoyatga tayinib tafsir qilish, ya'ni hadis bilan, sahobalarning so'zi bilan, asarlar bilan tafsir qilish. Tafsir. Ta'vil deganimiz ma yata'allaqu bir-rivoyaga Qur'onning arab til nuqtasida turib chiqqan ma'noni tushuntirish deydi. Bu mu bir fikr? Bu cho'ng ikkinchi tarmoqning ikkinchisi. Mushu hozirgi degan tafsir rivoyatga munosabatli, tafsir rivoyatga munosabatli bo'lg'ini, ta'vil rivoyatga munosabatli bo'lg'ini deganga dalil sifatida tafsir Xozinning avtorining gapini aytadi sanoqdoshlar. Qaranglar bu gapga. Tafsir Xozinning avtori da'vatida tafsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farq, shuki tafsir degan naqlil masmu'ga qarashliq bo'ladi deydi. Naqlil masmu' degani Qur'on tafsir qilishda, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Qur'onni hadis bilan tafsir qilamiz. Qur'onni sahobaning so'zi bilan tafsir qilamiz. Qur'onni tabiinning so'zi bilan tafsir qilamiz. Bu tafsir. Ammo ta'vil degan sog'lom tushunchaga qarashlikki, Qur'onni undan chiqayotgan arab tili, adabiyotining ifodalash kuchiga qarab tafsir qilamizki, ya'ni insondagi shar'iy prinsiplar bo'ladi, shar'iy prinsiplar, shariatning ro'y bo'ladi, maqosidlar bo'ladi, Qur'onning arab tili ifodalagan mazmun bu tarafiga qarab turib tafsir qilgan bo'lsa, bu ta'vil deb Imom Xozin degan. Buning misoli masalan va in taifatan minal mu'minin iqtatalu. Agar mu'minlarning ikki guruhli kishilar urushib qolsa degan oyat kelib qolsa oldimizga. Biz bu oyatga qarab kallamizni yerib olsakmi, bu ikki guruhning kim ekanligini bila olmaymiz endi. Hattoki mushu oyatga munosabatlik rivoyatni aqtasa, bu ikki guruhga birisi Avs qabilasi, yana birisi Xazraj qabilasi. Manda oyatlarni nima orqali tafsir qilamiz? Rivoyat orqali. Buni tafsir deb ataymiz. Yana bir misol. Satud'auna ila qaumin ul ba'sin shadid. Sizlar qattiq kuchli bir qavmga duch kelisizlar desa, bu yerdagi kuchli qattiq qavm kim o? Rasululloh vaqtidagi buni o'ylab topqilinmaydi. U grammatikadan chiqmaydi, shariatning ruhiy maqsadidan chiqmaydi. Faqat rivoyatlarga qarasak, bularning Paris va ahli Yaman ekanligini
ko'rib olamiz. Demak, Mavlaning hammasi tafsir Xazinining avtorining digini bo'yicha tafsir bo'ladi. Yana bir misol: "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya." Kishilarning ichida gapi sizni hayot dunyoda hayron qoldirdi dedi. Kim o? Rasulullohni taajjublantirgudek gap qilgan kim o? Biz buni uqolmaymiz, toki rivoyatlarga qaragan vaqtda buning Ahnasni Sharif ekanligini bilib olamiz. Bularning hammasi tafsir Xazinining degan bo'yicha. Yana bir misol: "Va minan nasi man yashshi nafsuhu ibtigha mardatillah." Kishilar ichida Allohning rizoligini ko'zlab o'zini setib oladigan degan gap, o'zini pido qiladiganlar bor. Kim o? Topolmaymiz, toki rivoyatlarga qarab sahobalardan naql qilingan buning sahih ekanligini bilib olamiz. Demak, bu haza demak hadin chiqdi, ha? Demak, bu va buning o'xshagan hammasi tafsirning qatoridir. Bayatning tafsir bilan ta'vilning farqini chiqardik ya. Tafsir deganimiz mishati shunda kelib, mana shu. Chunki tafsirni Xazinining fikri bo'yicha rivoyat orqali tushunilgan tarafi oyatdan tafsir bo'lgan ya. Endi ta'vilga kelsak, viloyat yutakallamu fihi. Bunda tafsirlarda faqat sama' bilan degani rivoyat orqali gap qilib bo'ladi. Bu tafsirning misoli. Endi ta'vilga bir misol olaylik. Ta'vilni oyatdan diroyat orqali degan ya, to'g'ri tushuncha, oyatdan olgan shayatning ruhiy maqsadi, til ifodasi qatorliq buloqlar qarab tafsir qilamiz degan to'q. Buning misoli infiru khifafa va thiqala. Sizlar Alloh yo'lidagi janglarga yengil va ig'ir holatda chiqinglar deyilsa ma oyatda. Qaranglar. Buning rivoyat ketmaydi saboqdoshlar. Yengil degan nima, ig'ir degan nima, buni Rasulullohning zamonida qaytarmasaqmi bo'ladi. Lug'atidan obdan qarasak bu yengil degan gap, bu ig'ir degan gap. Yengil degan nima, ig'ir degan nima? Mana o'ylab baqsak, masalan, men sog'lom, sog' bir odam jangga chiqishga men yengil. Men kasaldan birisi bor, oqsoq to'kadan birisi bor. Bu jangga chiqishga ig'ir. Ha, sog' kasal degan gapga. Men iqtisodiy yetarli bir odam. Jangga chiqish uchun uloq, qurol, yaroq hammani hozirlay olaman. Men yengil. Menda kambag'aldan birisi bor, u ig'ir. Men bo'ytoq desam, mening tortishadigan hech nimam yo'q, oilam yo'q, balam yo'q, jangga chiqishga men yengil. Menda oilalikdan birisi bor. U nima? Ig'ir, chunki uning oilasi bor, balavoqisi bor masalan. Tortishib turadigan bor. Demak, yengil, ig'ir degan gap shu jangga darhol chiqish imkoniyati bor va imkoniyati tas kishilar. Demak, jangga Alloh yo'lidagi jihodga imkoniyatinglar qulay bo'lsin chiqinglar va yengillar sal ig'roq bo'lib qolsin chiqinglar degan ma'no ekan deb bunda qarab tushungan bo'ldi. Bu bir misol. Masalan, mushuni mufassirlar nima deb tafsir qilganlar desanglar, yengil degan yoshlar, ig'ir degan qiyralar. Yana boshqa ulamolar davotida yengil degan kambag'allar, ig'ir degan boylar masalan. Yana bir bilib mufassirlar davotida yengil degan bo'ytoqlar, ig'ir degan oilaliklar davotida. Yana bir bilib ulamolar davotida yengil degan saqlar, sog'lomlar, ig'ir degan kasallar davotida. Yana bir bilib ulamolar davotida yengil degan sizlarga xo'sh yoqqan aktiv holatdan chiqinglar, xo'sh yoqmasimi chiqinglar, ig'ir degan ma'no. Demak, bularning hammasi ta'vil. Bu tafsirlarning hammasi joiz, maqbul. Buningda mas'ul yo'q. La ba'sa bil qawli degan gap ta'vil bilan Qur'onni tafsir qilish. La bas qanday shaklda desa, qoidaga muvofiq keladigan shaklda va aqlga qarshi kelmaydigan shaklda bo'lsa, bima degan gap mana keyingi jumlalarning kamil masalaga o'tkazadi ya, qoidaga muvofiq kelish bilan va aqlga qarshilik qilmaslik bilan bu xil tafsirlarning hammasi joiz, maqbul qilinishlar. Ha, endi keldik qayta kelaylik. Biz tafsir bilan ta'vil haqida oldingi batda nima degan to'q? Tafsir bilan ta'vil ikkisi bir ma'no degan to'q. Bir fikr olgan. Undan keyin yo'q. Tafsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor deb bo'lib, mushu farq haqida-mo farq ixtilof chiqqandi. Bu ixtilofning birinchisi qaysi? Umum xususliq haqidagi ixtilof. Buning ichida ba'zilar tafsirni am deganda bu birinchi turining birinchisi, ba'zilar ta'vilni am deganda bu birinchi turining nechinchisi, ikkinchisi. Bu birinchi ixtilof bo'lganmi tafsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farqda? Ikkinchi ixtilof tafsir bilan ta'vilning o'rtasida ma'ni jihatda nimalik bor? O'xshamaslik, taboyun degan gap o'xshamaslik bor. Deb bo'lib, buni ixtilof qilganda, buning birinchisi nima bo'lganda? Tafsir degan
Allohning murodi mandaq deb kesib aytish, ta'vil degan ehtimollik ma'nolarning birini tarjih qilish, kesmasdan degan to'q. Bu ikkinchisining birinchisi edi. Biz ana ikkinchi fikr, ikkinchisi ulamolar ichida tafsir degan rivoyatga munosabatli bo'lgani, ta'vil degan rivoyatga munosabatli bo'lgani degan bu ikkinchisining ikkinchisi edi. Endi keldik savoqdoshlar, ikkinchi tarmoqning nechinchisiga, uchinchisiga keldik. Bir avval siz olayım yani bundan tatip edilip mana mava hazır ikincisi kökken mazır ikincisinden üçüncüsü keldik. İkincisinden nechinchisiga üçüncüsü mava ikincisinden üçüncüsü. Bunu bizim deyimiz 3 ikinci çoğ tarmoqning üçüncüsü. Üçüncü fikirde tefsirlen ta'vilning o'rtasidagi farqda mana deganlar bor. Deyildi. Tefsir ilmi xalq uchun degani, ya'ni xalq bizlar yana demoqchi bo'lgani. Qur'onni tefsir qilsa, bu tefsir bo'ladi. Ta'vil ilmi haq uchun degani, Allohning Qur'onning ma'nosini bilishi ta'vil uchun deydi. Buning dalili sifatida oyatdagi "Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh" degan oyatni keladi. Ammo ma fikri sal xato fikr. Chunki bu yerdagi "Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh" degan mazmun asosligi Alloh mücmel qilib qo'ygan, masalan, qiyomat, uning qachon yuz berishi, qiyomatning qachon yuz berishi, uning shartlari, o shartlarning qachon oshkor bo'lishi qatorliq g'ayblarga qaytadigan mazmun haqida ma'ayatchi. Shunga buni menga kelishi toza tam uyg'un emas. Tamam mı savatdaşlar? İkinci çoğun fikrinin üçüncü tarmaqı şu oldu. Endi ikinci çoğun fikrinin üçüncü tarmaqı, dördüncü tarmaqı gelsek, ma'lum. Bu dördüncü tarmaq. Tefsirlen ta'vilni o'tirdi farq var. Bu farqning birincisi am xoslik farqi. Bu ikki turga bo'linadi. Birincisi tefsir am deydi, ikincisi ta'vil am deydi. Bu birinchi tur bitti. İkinci turda yo'q, tefsirlen ta'vilni o'tirdi. Men jihatilik var deb buningdagi birinchi fikr tefsir Allohning murodi ma'odab keskin kesish, ta'vil yo'q ehtimollik ma'nolarning birini tarjih qilish bu bir. İkincisi tefsir rivoyatga munosabatlik tefsirini tefsir deymiz. Ta'vil rivoyatga munosabatlik tefsirini ta'vil deymiz. Bu ikincisi. Üçüncüsü ikinci tong tarmoqning üçüncü pash tarmoqi bo'lsa, tefsir xalq uchun, ta'vil Alloh uchun degan to'rtinchisi. Mana to'rtinchisi Abu Talib as-Salabi davatidi. Tefsir degan so'zning asli tayinlanishini bayon qilish. Bu so'z haqiqat ma'nidimi ya majaz ma'nidimi? Masalan, ihtinas siratal mustaqim desa, sirat asli ma'nosi nima, majaz ma'nosi nima? İhtinas siratal mustaqimda bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi degan gap, bizning uyning oldidagi cho'ng ko'chin demakchimi yoki islom dini demakchimi? Siratdan yo'l ma'nosini olsak, haqiqat ma'no bo'ladi. Agar bunda din ma'nosini olsak, majaz ma'no bo'ladi. Bu tafsir. Sayyibdan yomg'ir ma'nosini olamizmi yoki boshqa ma'noda o'tcho'k ma'nosini olamizmi? Bu ya haqiqat ma'nosi, ya majaz. Bu tafsir. Ma tafsir. Ta'vil degan nima desa, so'zning ichidagi ma'nosini tafsir qilish. Chunki ta'vil avlidan ilingan bo'lib, bayatni deb bo'ldik bu gapni. Cho'darisingizning boshida. Avli degan nima desa, masalani eng oxirgi chekiga yetkazish. Surishti qilib opirib, ko'chlab opirib, eng oxirgi nuqtaga opirish avli bo'ladi. Nog'anda mushu ma'nodan ta'vil degan nima desa, maqsadning haqiqati haqida xabar qilish. Bu narsa eng maqsadni deyish tafsir. Masalan, men bir gap qildim. Gapimning ichidan tushunmagan so'zlarni tushunib qo'ysam, tafsir bo'ldi. Mendan so'raydi ba'zilar. Bu tam maqsadingiz nima? Bir danga qo'soqning tagidagi maqsad nima deydi. Ash qo'soqning tagidagi maqsad ta'vil bo'ldi, so'rashlar. Ya'ni tafsir degan ash eng maqsadning dalili haqida xabar berish degan gap so'zni tushuntirish. Chunki mushu so'z maqsadni aytib turadi. Ochqichni o'zi bir nima dalil. Masalan, bir misol kelaylik. Inna robbaka labil mirsad. Sening Robbing haqiqatan kuzatib turadi desa, tafsiriga kelsak, inna degan hurf mushabbaha bil fi'l ma'nosi haqiqatan degan bo'ladi. Robbaka sening Robbing degan bo'ladi. Robb ma'nosi muzof,
ka muzofillay la bil mirsatdagi lam ta'kidning lama ba fi ma'nisi va zarf ma'nisi va bil mirsat o'rinni ko'rsatadi yoki holatni ko'rsatadi davomli kuzatib turadi degan ma'noda ma'lum bu tafsir. Yani tafsir deganimiz ya'niki mirsatdagi mirsat rasadadan chiqqan rasqada degan gap raqaba kuzatish degan ma'noda mirsat degan gap shu rasadadan chiqqan mif'al o'lchami ma'lumning hammasini tafsir deydi 4-chi fikrida. Ta'vil degan nima desa, bu oyatga qarasang olam Rabbim har doim kuzatib turadi degan gapning orqa ko'rinishi. Maqsad nima desa, Allohning buyrug'iga xiloflik qilishdan saqlan. Yani bunun ta'vili ogohlantirish nimadan? Allohning buyrug'iga sal qarashdan, tuvan kurashdan, tahavun degan gap tuvan kurash degan ma'noda. Va shu Allohning buyrug'iga to'g'rilanishga tayyorlik qilishdan, g'ofil bo'lib qilishdan ogohlantirish. Maqsad Rabbingizni doim kuzatib turadi, sen bunga nisbatan ogoh bo'lishing kerak degan ma'no. Ma'o ta'vil. Demak, savoldoshlar, gapni xulosalasak, baştan bir kilayım qisqacha. Tafsir, ta'vil haqida birinchi fikr ikkisi bir ma'noda. Ikkinchi fikr yo'q farq bor. Farq bor degan gap bo'lgandan keyin bu farq am xoslik farq. Bu bir farq. İkinci farq yo'q. O'tirdagi ma'noda o'xshamaslik bor. Bu o'xshamaslik to'rt o'xshamaslik savoldoshlar. Birinchisi tafsir degan Allohning murodi mana kisb aytish ta'vil ehtimollik ma'nolarning birini tarjih qilish kesmaydi. İkincisi tafsir rivoyatga munosabatlik, ta'vil dirayatga munosabatlik. Üçüncü ma'no, üçüncü fikir tafsir xalq uchun, ta'vil Alloh uchun. Dördüncüsü tafsir so'zning ma'nosini bayon qilish, ta'vil murodni bayon qilish. Endi kitobda ashtab akab tursa arkadaşlar. Ama bizning tushunchimizda eng sog'lom fikir, eng qulay, oson fikir ta'vil bilan tafsirning hech farqi yo'q. Tafsir degan ta'vil shu, ta'vil degan nima shu, tafsir shu. Ammo yuqorqi fikrlardan biz so'zlik tafsir va ta'vilning ma'nosini tushunishda biraz cho'nqurib oldik. Shuning o'zi bizga nisbatan cho'ng foyda. Endi bugungi darsimizning asli maqsadiga kelamiz savoldoshlar. Biz bugun nima haqida so'zlamoqchi edik? Tafsir usuli haqida so'zlamoqchi edik. Bayatdan usul deganni bir muncha so'zladik. Tushundirdik ma'nolarini. Hozir tafsir deganni tushundirdik. Usulni ma tushungan bo'ldik, tafsirni tushungan bo'ldik. Ikkisini birga ekib bir tushuniladi. Usulut tafsir degan nima desa, usulut tafsir deganimiz, ya'ni ikki tushuntirish bor ekan. Har holda agar mencha o'g'al vaqtda mushu tushuntirishni butunlay elib olsak, sizlar tushunishingiz kerak. Tushunib bo'ldik-ku boya. Usul degan bir narsaning qoida prinsipi asoslanadigan, taynadigan ishga. Masalan, men yo'lda ketib olsam, mashina haydab mansam, yo'lning qoidasiga taynib manaman dedi. Ya'ni yo'lning qoidasiga bo'ysunib manaman. Çünkü o qoida, usulu. Men qatnashni shu qoidaga asosan haydayman. Ko'pchilik yansi to'xtayman, qizilchaq olsa manaman, to'xtandagi yerda to'xtayman, men bu yerda manaman, qaylandagi yerda qayrilman, qayrilmam yerda qaraman. Mana usul. Tafsirning ma'nosini tushundik. Unda ikkisini birlashtirsak nima bo'ladi savoldoshlar? Shu Qur'onni tafsir qilishda biz asoslanib mangadigan prinsip qoida usul tafsir. Agar bu kitob qaramay turiblam, o'zimiz o'ylasak mı topadigan gaplar. Endi kitob qarab boqayli. Ammo usul tafsir istilohan nima desa, qo'llanishda. Ilmu tafsir shu asosda turadigan, alayha degan asosda, shu asosda turadigan mufassirga aloqador shart adablarni ve tafsirga aloqador qoida, yo'l, prinsip, undan boshqa narsalarni o'z ichiga oladigan qoida va asoslarni usul tafsir deymiz. Mana shu tushunsangiz bo'ladi. Yoki Abdurrahmon qaranglar ikki xil tushuntiryapti. Ikki xil tushuntirish masalan, bizga tushuntirish uchunmi qilinib kelyapti Abdurrahmon. Biz shu qalbimizda o'ylanib, bizning ko'zimizni yumib o'tirib tushunsak, bu tushungil bo'lgan narsa. Yoki bo'lmasa Qur'onning sog'lom tushunchasiga shu orqali yetkazib bo'ladigan. Ve Kur'an tefsir kılıştaki yoldan çıkan azgın yollarını şu arkalık açıkla bulunduğun pennenim deyimiz, usul tefsir deyimiz. Yani usul tefsir gelsek, birinciden Kur'an'ı sağlam düşüneleyimiz, ikinciden Kur'an'ı burmuluğan kişilerinki burmuluğan taraflarını bile olamayız deyimiz. Hem de bana bir nokta var sanatlaşlar.
Biz gapni ulumul Qur'on deb boshlagan. Ulumul Qur'on. Gapimiz shaqqali usul tafsiriga o'tilib ketdi. Usul tafsir degani nima? Ulumul Qur'on degan ikkita farqi bor. Ulumul Qur'on cho'ng fanning ismi savoqdoshlar. Pek cho'ng bu fan. Usul tafsir ulumul Qur'onning ichidagi bir tarmoqi. Ammo bir tarmoq olgan bilan asosli tarafini ulumul Qur'on deganlaydi. Yani usul tafsir deganlaydi. Masalan, ulumul Qur'on degan bir fanda 100 o'rin bo'lsa, 100 katakcha bo'lsa, 80 katakcha usul tafsir deganlaydi. Undan boshqa tarmoqlari bor. Ular 20 katakcha deganlaydi. Masalan, deydi Abdurdavodda usul tafsir Qur'on Karimga xizmat qilish uchun unshiat paydo qilingan nurg'un ilmlardan birisi. Ulumul Qur'on bak ko'p. Usul tafsir bir tal aram shu ko'p ilmlarning ichidan. Ammo usul tafsirning hajmi o qadar cho'ngki, cho'ng o'rin egallaydi. Masalan, ilm tajvid desakmi ulumul Qur'onning birisi, qiroat ilmi desakmi ulumul Qur'onning birisi, xat ilmi desakmi ulumul Qur'onning birisi. Ondan boshqa ilmlar bor. Ulumul Qur'onning qatoridan, ammo usul tafsir shularning ichidan zo'r salmoqni egallaydigan birisi. Masalan, bizning sinfda 10 bola bor. 10 bolaning ichidan Mehmet Nadi hajimlik bir bola. Yani sinfning asosiy kuzi. 9 balani tarozining bir yoniga qo'ysak, Mehmetni bir yoniga qo'ysak, Mehmet beslik deymiz ya ba'zi misol ustida. Chunki mabak muhimdir. Shunga o'xshagan ulumul Qur'onni 10 fan desak, birisi usul tafsir, 9'u boshqa fan. Ammo 9 boshqa fanni tarozining bir tarafiga qo'ysak, ulumul Qur'onni usul tafsirini bir yoniga qo'ysak, usul tafsir besib ketadi. Shunga ko'p ahvollarda ulumul Qur'on deb usul tafsir deb ulumul Qur'onni maqsad qilib aralashtirib qo'llanadigan ahvol bor. Endi asosan bugungi darsimizning oxiriga berib qoldi, tugab qoldi. Keyindagi qismlari, oddiy qismlarni tezroq tarjima qilib ketamiz, savoqlashga diqqat qiling. Va lahu sila wasiqa bi ulumul Qur'on. Bu usul tafsirninki ulumul Qur'onga mustahkam bir munosabati bor. Wasiqa degan chin munosabati bor. Çünkü fehvadaki çünkü ifade. Çünkü usul tefsir ulumul Qur'onning eng muhimlarining ve eng obrazliroqining qatoridan. Ba'zida qad deganga ba'zida ulumul Qur'onga usul tefsir degan nomni ishlatilib qo'ydi, yutlaq degan ishlatilib qo'ydi. Nimishqa juzni, kulga, parchani ko'p butunga ishlatish babidan ve şu usul tefsirinin ulumul Qur'ondagi darajasini oshkorlash uchun. Demak, ulumul Qur'on deb qo'yib usul tefsirini maqsad qilamiz. Usul tefsir deb turib ulumul Qur'on maqsad qilamiz. Nimishqa usul tefsirining hajmi cho'ng. Endi usul tefsir deb atilishning sababi usul degan nima edi savoqdoshlar? G'ul. Uyning g'uli, binoning g'uli, daraxtning yildizi ya. Biz tefsir o'qimoqchi, Qur'on tefsir qilmoqchi. Tefsirni shu g'ulning ustiga quramiz. Şunlaşqa bunun ismi usul tefsir. Çünkü şu usul üstüge ilmu tefsir kuruludu. Şunun kaide ve şartlarına asasen. Hasbiyen asasen. Yani usul tefsirinin gayesi, nişanı ne modisi hazır aranlardaki hemen adı belirli. Usul tefsirinin maksadı ne iken arkadaşlar? Yani Kur'an'ı doğru tefsir kılışının kaidesini öğreniş. Şuna mı? Şartlarını öğreniş. Müfessirinin ahlak edeplerini öğreniş. Artık kolay. Yani bu ilimning bu fanninki nishoni tefsirini turaqlashtirish. Dabtut tefsir degani tefsirini turaqlashtirish. Nimishqa to'g'ri bo'lgan qoidalarni buningga belgilash, sog'lom bo'lgan yo'llarni belgilash, tefsirining to'g'ri prinsipini belgilash bilan va puxta shartlarni qo'yish, mufassirninki qiliq tegishlik birdan bir adab axloqini belgilash orqali tefsirni muqimlash. Bu eng muhim nuqta. Bu fanninki g'oyasi tefsirini qana qilish, turaqlashtirish, muqimlash. Xuddi xuddi tajvidning nishoni nima edi? Qur'on alfozlarini to'g'ri talaffuz qilish bo'lgandek, usul tefsirininki g'oyasi mo Qur'on ma'nolarini to'g'ri qana qilish, tushunish. Bu oddiy qulay. Endi usul tefsirininki ahamiyatiga kelsak, li hadal ilm bu fanninki, bu ilmninki nurg'un ahamiyatlar bo'lib, buni sanab bo'lish qulay emas. Buning muhimlarining qatoridan birinchi qimmatlik ilm ma'rifatdan
büyük bir medeniyet bilan ozuqlanish, ilm quroli, ma'rifat quroli orqali qurollanish, tasallux degan qurollanish nimishqa Qur'oni Karimni dushmanlarga qarshi mudofaa qilish uchun. Bu dushmanlar, allazina bu dushmanlar o'zining butun tirishchanligini Qur'on ma'nilarini o'zgartirish va Qur'onda yo'ldan chiqish uchun tirishchanlik beradi. Yubzilun degani tirishchanlik ko'rsatadi. Bu birinchi ahamiyati. Ikkinchisi Qur'on tafsirining to'g'ri yo'llarini bilish va u yo'llardan qabul qilinadigan va rad qilinadiganlarini bilish va tafsirni shuningdan elishga yaraydigan kishini bilish va uning Qur'onni tafsir qilishi to'g'ri bo'lmaydigan kishilarni qanday qilish bilish bu fanning ikkinchi ahamiyati. Uchinchisi Allohning kitobini to'g'ri tushunishga yordami bo'ladigan qoidalarni bilish. Nimishqa hattoki musulmon o'zining aqidasini muqim, to'g'ri bo'lgan asos ustiga qurishi uchun. Men asta dona tarjima qilib o'taman. To'rtinchi ahamiyati salaf ulamolari ko'rsatgan, ba'zilar degan gap bergan degan gap. Salaf ulamolari bergan buyuk tirishchanliklardan xabar topish. Itloq degan gap xabar topish. Nima uchun bergan o salaf ulamolari o tirishchanlikni Qur'oni Karimga qarata, labzan, ma'nan. Va shu nuqtadan ularga shu ishlarni ergashish va ularning prinsipi bo'yicha qanday qilish mana shu bu ahamiyati. Hamda usul tafsiridan temasiga kelsak, bilginki har qanday bir fanning bir temasi bo'ladi. Tema degan gap shu fan, shu haqda o'zining tadqiqotlarini, ishlarini qiladigan nuqta degan gap ya'ni. Ya'ni u osmo shu fanning o'ziga keladigan, aridaga keladigan ahvollarini tadqiq qiladigan narsa shu tema bo'ladi. Masalan, doktorlikning temasi inson. Astronomiyaning temasi osmon bo'shliqi. Meteorologiyaning temasi havo. Mushunga o'xshash gap endi. Va idza kana al-amru kazalik, ish shunday bo'lgan ekan, usul tafsir ilm tafsir haqida bahs qiladi. Tafsirning qoidalarini bekitish, asoslarini bekitish va u tafsirni qilish shaklarini bekitish, yo'llarini bekitish, prinsiplarini bekitish va undan boshqa taraflarda. Meni haysiyanga taraflardan. Ana usul tafsirning temasi nima bo'ldi? Ilm tafsir bo'ldi. Ilm tafsirning temasi esa Qur'oni Karim. Qur'onning ma'nosini bayon qilish, ahkam va hikmatlarini qanday qilib chiqish. Mana bu zanjirsiman bog'linda mantiqiy shaklda. Usul tafsir o'qitadi. Tafsir Qur'on o'qitadi. Ya'ni o'tirdiki bir vositani ilib olsak, usul tafsir Qur'onga munosib bo'lib bog'landi. Bu fanninki fazilat va darajasiga kelsak, bu fanninki buyuk bir o'rni va katta sharafi va ashta deyishimiz, chunki har qanday bir fanning ilmning sharafi shu ilm bilan o'rganadigan narsaning sharafidan bo'ladi. Usul tafsir, ilm tafsir haqida bahs qiladi. Ilm tafsirning temasi Qur'on eng yaxshi so'z, chunki Allohning so'zidir. Ajablanarlik emas. Tafsir usulininki ilmlarning eng ulug'roq, eng ustun o'rin jihatda, fazilat jihati eng ko'plarining qatoridan bo'lishi ajablanarlik emas. Shuning bilan bugungi darsimiz menimcha tugab qoldi. Kelasi darsda biz ilm tafsir va marohiluhu haqida davom etamiz. Bugungi darsimiz mushag'ish bo'ladi saboqdoshlar. Men dars vaqtni bu yerga berib qolibdi. Darsni o'shada oxirlashtiraman. Sualım olub qalsa, mən bir 10 minut ətrafıdır. Soruvasanlar buludu. Mən dərisini taqıb etdim. Kameranımı taqıb etdim.